Gerek bo'lsa ixinokok kasalligi xomidjondan ham yuqmaydi. Kecha ixinokok kasalligi haqida post qo'ygan edik. Har xil kommentariyalarni ko'rib turibmiz va shu post uchun oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Ixinokok kasalligi mol qo'ylarni go'shtidan odamga yuqmaydi. Bu aniq. Agarda ularni jigari taloqinda shu zararlangan jigar taloqini tufakchalari bilan yeyilsa bunda yuqishi mumkin, lekin aynan mushak to'qimasida yuqmaydi. Boshqa gijjalar yuqishi mumkin, lekin ixinokok kasalligi emas. Birinchidan, ikkinchidan ixinokok kasalligining asosiy xo'jayini bular it mushuklar hisoblanadi. It mushuklar ularda asosan lichinka ko'rinishida bo'lib, tuxumlarini tarqatishga yordam berishadi. Bular asosiy zelenlarda, xom mahsulotlarda, bu meva mahsulotlari ili suvni, qaynatilmagan suvni ichishda, yuvilmagan qo'ldan yuqishi mumkin. Qoramol saqlovchilar ham bu qoramol terisini qo'l bilan paypaslab, qo'lni yuvmasdan ovqatlanishi oqibatida yuqishi mumkin. Shuning uchun ixinokok kasalligini yuqtirmaslik uchun eng asosiysi sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak. Agarda yana sizlarda boshqacha fikr bo'lsa, yoki savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariylarga yozib qoldiring, biz sizga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz.